Assalomu alaykum hurmatli kuzatuvchilar. Xonqa Olajadamiz eski Xazarch yo'li bu. Bu yo'lni men 2-3 marta olib chiqdim. Zattirish kerak bu yo'lni deb yine. Yo'l shu daraja rasvo, ishonasizlar, shu daraja. Nomer 1 Xorazm bo'yicha eng rasvo yo'llardan biri. Bu tarafdan ko'rsataman sizga yine. Yo'l deyil emas, ham to'g'risi. Yine. Ko'rib turibsizlar. Yo'l dim yomon. O'zi bu Olaja territoriyasida bir dona 3 yo'l qoldi, zatilmagan. Deyarli qolgan yo'llar hammasi zatildi. Bir ina shu elat qoldi, yetim bo'lib. Asosiy Xazaris Urganch yo'luna chiqish uchun shu yo'ldan o'tishlari kerak. Yo'l shu daraja rasvo, ishonasizlarmi? Shu daraja rasvo. Bu tasavvur bo'lmaydi. Ana, mashina qarangiz zo'rg'a borayotir. Voy u. Hurmatli kuzatuvchilar, bir dona like bosib, obuna bo'lib, yonballara jo'natib qo'yamiz. Kerakli yerlarga savob bo'ladi, savob. Iltimos sizlardan. Agarda shu yo'lni hech bo'lmasa ina shu elatni egizak elati deb aytiladi bu yere. Hech bo'lmasa shu egizak elatini narigi tomongacha asfalt etib bersalar, shu Xonqa hokimini umrimni oxirigacha haqqini duo qilib o'taman shu insonni. Ne только men. Shu elatdagilar, ves elat hammasi haqqini duo qiladi. Xorazm Xonqa hokimini, keyin yo'l idorasi rahbarlarini hammasini umrining oxirigacha duo qilib o'tadilar. Shuning uchun iltimos sizlardan like bosib tarqatamiz. Zara yo'limiz zatilib qolsa, bir sho'r qoldi bu yerda zatilmay, iltimos sizlardan. Shu yo'l ham bir qaranglar, iltimos.